siz Yahudiylar yoki Yevreylar nega dunyoda eng boy odamlar ekanligini bilasizmi? Dunyoni banklarini otalari Yevreylar, ya'ni Yahudiylar ekanligini bilasizmi? Sizga shular haqida ma'lumot bermoqchiman. İlk o'rta asrlarda dunyo savdo markazlari, ya'ni New York, London, Shanxay savdo markazlari bo'lmagan vaqtlarda dunyoni eng savdosi rivojlangan, har tomonlama boy shaharlardan biri Quddus bo'lgan. Ya'ni bugungi kunda Quddus yoki Yerusalim deb bilamiz bu shaharni. Bu shaharda asosan Yevreylar yashagan, ya'ni Yahudiylar yashashgan. Yahudiylar Quddus shahrining joylashuvi Old Osiyo bilan Afrikani, Yevropa bilan Osiyoni yoki bo'lmasa Hindiston bilan Yevropani bog'lovchi eng asosiy nuqtada joylashgan shahar deb tushunish mumkin. O'sha paytlarda havo transporti bo'lmagan, dengiz transporti uncha rivojlanmagan bo'lgan. Shuning uchun hamma juda ham sodda tuzilgan karvonlarda savdo-sotiq ishlari bilan shug'ullanishgan. Shunday ekan, dunyoni savdo markazi, ya'ni bugungi kunda soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, dunyoni New York deb hisoblasak, dunyodagi eng markazlashgan, eng savdosi qizg'in rivojlangan, eng hamma uchun qiziqarli bo'lgan shahar bugungi kunda New York bo'lsa, o'sha paytda Quddus shahri xuddi shunday vazifani bajargan. Bu yoqdan Oman, Yaman, Afrika davlatlari, Hindiston davlatlaridan kelgan karvonlar Saudiya Arabistoni bilan o'tib Quddusga kelishgan. U yoqdan Fransiya, Angliya, Portugaliya, Ispaniya, Italiya va Italiyaning shahar davlatlaridan kelgan savdogarlar ham Quddus shahriga o'z mahsulotlarini olib kelib sotishgan va Quddusdagi bozorlardan Osiyoga tegishli mahsulotlarni olib o'zlarining davlatlariga olib ketishgan. Mana shu qizg'in savdolar davrida juda ham primitiv, sodda davr. Qaroqchilar bo'lgan, himoya vositasi rivojlanmagan bo'lgan. Mana shu himoya vositasi rivojlanmagan bir davrda pulni saqlab qolishini yagona manbai Yevreylar bo'lgan. Ya'ni o'sha hududda yashovchi savdogar Yevreylar o'sha hududda yashovchi местный xalq bilan savdogarlar tanishib, ularga o'zlarini pul mablag'larini, savdosidan ortgan bir qismi pul mablag'larini Yevreylarga qoldirishgan. Yevreylar ham uni o'zidan o'zi olib qolishmagan. Omonat sifatida olib qolgan har bir ma'lum bir miqdordagi pulni o'zlarida olib qolinganligi uchun foiz olishgan. Deylik 100 tilla pulini evaziga 1 tillasini foiz sifatida olib qolishgan. Keyin ayni o'sha pulni ham boshqa bir savdogarga pul kerak bo'lsa, endi albatta ishonchli savdogar bo'lsa, o'sha savdogarga 10% dan ikkinchi bir savdogarga pulni berib yuborishgan. Ya'ni ko'chadan kelgan pulni ko'chaga yana foizga, o'zi ko'chadan kelgan pul unga foiz olib kelyapti. Bundan tashqari o'sha pul yana foizga ikkinchi bir savdogarga berib yuborilgan. Bu primitiv bank tizimining boshlang'ich nuqtasi edi. Endi savdogarlar rivojlangan, boyib ketavergandan keyin Yevreylar uchun faqat Quddusning o'zi yetarli bo'lmay qolgan va butun dunyoga Yevreylar tarqalib ketadi. Va o'zlari borgan hududlarda ham xuddi Quddusdagi kabi savdo ishlarini rivojlantiradi, ijaraga berish, kredit berish, pul kredit siyosatini amalga oshirishadi. Foizga pul berishadi. Aksiga olib, o'sha davrda musulmonlarda ham, xristianlarda ham foizga pul berish yoki foizga pul olish harom hisoblangan. Musulmonlarda ribo deb nomlangan bu harom hisoblanishi, xristianlarda usuri deb nomlangan. Mana shu ikkita holat, ya'ni musulmonlar bilan xristianlar Yevreylarni bugungi kundagi dunyoning eng boy odamlari bo'lishiga sababchi bo'lishgan. Lekin ayni paytda Yevreylar bu qiladigan ishlarida juda ham ko'p taqiqlarga uchrashgan. Ya'ni 1290-yilda Angliya qirolini farmoni bilan ular quvg'in qilingan. Xuddi shunga o'xshash farmonlar bilan 1306-yilda Fransiyadan, 1492-yilda Ispaniyadan, 1497-yilda Portugaliyadan, 1500-yillarda Italiyadan quvg'in qilingan. Bunga o'xshash quvg'inlar davlatlarni, butun boshli xalqlarni, ya'ni butun boshli Yahudiy xalqlarini ommaviy tartibda quvg'in qilish jarayonlari takrorlanib turgan.